Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, talabalar, bolalar, ukalar, akalar. Bugungi darsimizda ingliz tilidagi otlarning yana bir o'ziga xos ko'rinish haqida suhbatlashgan bo'lamiz. Tayyormiz? Qoidalar, ma'lum o'tgan qoidalarni iloji boricha e'tibor bilan eshitishga harakat qilinglar. Xo'p, bugungi mavzuyimiz nostandart otlar. Ya'ni odatdagidan boshqacha otlar. Demak, avvalgi darsda biz otlarga s va es ko'plik qo'shimchasini yasash bilan lar o'zbek tilida larni hosil qilishni o'tganmiz. Misol uchun, penning, ruchkaning ko'plik shakli nima bo'lardi? Pens. To'ppa-to'g'ri. Juda ajoyib qaytarib turdi lekin. Keyingisi ba'zi bir s, sh, ch, x bilan tugaydigan otlarni ko'plik shakli, boxsi ko'plik shakli nima bo'lardi? Es, boxes bo'lardi. Juda zo'r. Demak, bugun nostandart s va es qo'shilmasdan qiziq yasaladigan otlar haqida gaplashamiz. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Inglizlarda hammasi bo'ladi. Majburmiz. Hop, ketdi. Demak, a child bolacha ko'plik shakli nima deb o'ylaysizlar? Child ismi? Yo'q. Nima bo'ladi bo'lmasa? Children bo'lar ekan. Demak, a childni ko'plik shakli bolalar deyish uchun umuman o'zgartirib tashlashimiz kerak ekan. Voy, qoidani qarang. Children. Hop, a child bitta bola, children bolalar. A man bitta kishi, kishilar deyish uchun nima qilishim? Menrenmi? Yo'q, unaqa emas. Uni ham o'ziga xos ko'rinishi bor. Men bo'lar ekan. A man bitta kishi, men kishilar. Talaffuz etayotganda, demak, mana a labni yonga cho'zish bilan talaffuz etiladi. A man. O'zbek tilida sal noqulayroq, g'alatiroq eshitilishi mumkin, lekin ingliz tilida 7 yoshdan 70 yoshgacha xuddi shunaqa talaffuz qiladi. A man. Sal qattiqroq chiqadi. Hop, ikkinchi ko'plik shakli o'zimizning menga o'xshagan. Men. Hop, demak, men degani kishilar. A man kishi, men kishilar. Talaffuzga e'tibor beringlar. A man, men. Tushunarli? Keyingisi a woman. A woman ayol kishi. Ko'plik shakli shu dabdala qo'radi ko'plik shaklini ham deb ular hammasi har xil. Nima qilish kerak? Yodlash kerak. A woman ni ko'plik shakli women. Talaffuzi qarang. Women. Qaytaramiz. A woman. Sizlarga qoyil qolib ketyapman deb. Juda zo'r ketyapsizlar lekin. A woman. Keyingi so'zimizda foot. Oyoq. Hop, oyoqni asosan demak tag qismi to'piqdan tegi. Demak, mana bu oyoqimizda bo'ladigan bo'lsa, mana oyoqqa o'xshayaptimi mana? To'piqqa tirnoqni ham siqib qo'yaylik mana. Xuddi shu qismini inglizda foot deykan. Qaysi so'zga o'xshayapti? Eslaymiz. Hamma bolalar yaxshi ko'radi. Futbol, to'ppa-to'g'ri. Demak, futbol shu so'zdan olingan ekan. Ya'ni foot oyoqning tegi qismi va ball so'zi qo'shilgan. Kopto.
Demak, futbol degani oyoq to'pi degani ekan. Wow! Demak, footni ko'plik shakli feet bo'lar ekan. Hop. A foot oyoq, feet oyoqlar. Sizlarga yaqinda dars o'taman, rassom bo'lib ketaman. Keyingi so'zimiz a tooth. Demak ekan tish. Nechta tish? Bitta tish. Tushunarli? Mana shu bitta tishimizda a tooth bo'ladi. Bilaman, tish doktorini yomon ko'rasizlar, lekin hop, tishlarni yuvib yurish kerak. A tooth tish ko'plik shakli teeth. Teeth. Oxiri mana t bilan s soqov s bo'lib tafsir etiladi. Teeth, a tooth, teeth, a tooth, teeth. Hop, keyingi so'zimizga o'tamiz. A leaf. A leaf barg degani ekan. Barg. Ko'plik shakli leaves bo'lar ekan. A leaf ni ko'plik shakli leaves bo'lar ekan. Leaves, leaves, barg, barglar. Barg, bittagina barg va barglar. Ko'p barglar. Tushunarli? Hop, kuzda shamol bo'lgan ustimizga bayli tushib ketadi-ku. Demak, o'shani leaves, 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 leaves deyamiz. Tushunarli? Hop. Keyingisi mabodo yana uyqumiz kelib qoladigan bo'lsa darsda, qoida o'tayotganda. Nima deyapman? Yo, suv, qahva ichib olish kerak. Voy, juda ajoyib. Bu narsa yevorsanglar ham bo'ladi, men hozir yegim kelmayapti. Okay, keyingi so'zimga o'tib ketaveramiz. A knife. A knife. Pichoq degani. Ko'plik shakli knives bo'lar ekan. Kim e'tibor berdi? Nimani talaffuz etmayapman? To'g'ri. Yana etmayapman, yana nimani? Lekin turaman. Topdinglarmi? Yo'q. Yana bir marta. Knives. Topdinglarmi? Albatta. Kni talaffuz qilmayapman. Demak, pichoq so'zida agar ingliz tilida k bilan n birga kelib qolsa, k hayda boramiz. K talaffuz etilmaydi. Demak, knives deylar ekan. A knife, knives, a knife k yo'q. Yoziladi yo'q. Biz o'zbek tilida ham go'sht deb yozamiz, aytayotganda go'sht talaffuzi, go'sht. Demak, a knife, knives. Tushunarli? Pichoq-pichoqlar. Keyingisi a thief. Bu yomon so'z. Lekin ilojimiz qancha? O'rganamiz, lug'at uchun, til uchun o'rganamiz. A thief o'g'ri. Ko'plik shakli thieves bo'lar ekan. Hop, a thief, thieves. A thief, thieves. Va oxirgi so'zimizda bittagina hayvonni qo'shib olamiz. Yovvoyi hayvonlardan a wolf, bo'ri. Hop, ko'plik shakli wolves bo'lar ekan. Wolves. Hop, bitta takrorlab olamiz. Men bilan birga takrorlayverasizlar. Uyqu kelmayaptimi? Hop, ozgina mashq qilsanglar ham bo'laveradi. Ruxsat. A child. Bola. A child. Children. A child. Children. Zo'r. A man. Men. A man. Men. Gap bo'lishi mumkin emas. A woman. Women. A woman. Women. Keyingi so'zimiz a foot. Feet. A foot. Feet. Zo'r. Keyingi so'zimiz a tooth. Nimada? Keyingisi teeth. Tishlar. A tooth. Tish. Teeth. Tishlar. Tish pastasini hozirgi kunda korobkasiga shunday qaraylar, nima yozib qo'ygan? Yozib beraymi?
tooth paste deb yozib qo'ygan. Ya'ni tish pastasi ekan. Uni ham chizib beraymi? Qanday o'xsharmikin? Ya qo'yilaysizlar, yaqinda men rassom bo'lib ketaman. Mana bolalar tishni yuvib, tozalab yurishingiz kerak bo'ladi. Mana tish pastasi. Toothpaste. Tushunarli? Tish pastasi. Tooth, teeth. Keyingi so'zimiz a leaf, leaves. A leaf, leaves. A knife, knives. A knife, knives. A thief, thieves. A thief, thieves. A wolf, wolves. A wolf, wolves. Xo'p, menimcha bugungi bo'ladi. Bugungi darsimizda juda ham zo'r ishtirok etdinglar. Har bir darsga katta kuch bilan kelishga harakat qilinglar. Butun vujud, e'tibor bilan darsga yondashamiz va Xudo xolasa natijasi ham ajoyib bo'ladi. Bu so'zlarni yodlab, takrorlab qo'yamiz. Bugungi dars uchun sizlarga katta rahmat. Salomat bo'ling.